Assalomu alaykum yaqinlar. Parandachilar, hormanglar, tinchmisizlar? Kecha kechqurun jo'jalarimiz kirib kelishdi. Tuxum yo'nalishdagi lomin sendi jo'jalarimiz kirib kelishdi. Havo issiq. Bugundan qorin og'riq suv berishni boshladik. Mana ichishyapti. Bir sutkalik bo'lishdi, bir sutka. Qorin og'riqqa bana undan beryapmiz. Keyin chektonikga beramiz. 10 kunlikdan keyin Intravit A+ beramiz. Hop, bu tomonda Adler Cerebro jo'jalarimiz Leggorini aralashi. Bu ukamizga iltimos qilganlarga boqib berib turilgan jo'jalar. Bular hammasi Jizzaxga ketadi, zakaz bor. Adler Cerebro'ga. Oxaga tosh tashab qo'yilgan tagiga tinmay cho'qib turishadi. Kerak organizm uchun. Mana o'tgan safargi qolganlari. Adlerda ikkita ham uchta qolib ketgan ekan kechqurun. Shunday yuribdi. Bitta makiyon, bitta xo'roz. Hozir makiyoni ko'zga tashlanmayapti. Ko'rsatib qo'yardim uni ham. Vaksinatsiyalar bo'lib kelinyapti. Ularni ham o'sha eng oxirgi chiqarishimizdan oldin 35 kunlik bo'lib turganda o'sha iloti laringotraheyani ko'ziga bir tomchi qildirg'izib beramiz egalariga. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.